puli arzon, ipotekaga uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tuman 22-kvartalda joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan g'ishli domimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizni mehmonxona qismi, o'zining shkaflari, yumshoq mebel, televizor, konditsionerlari bilan ko'rib turganlaringdek uyimiz pad Euro ta'mirdan chiqqan, glavniy eshikdan kirib kelish, mini proxoshkamiz, xonalarimiz alohida bo'ladi. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi ko'rib turganlaringdek. Bu yerda ham yangi spalnilar qo'yilgan. Uyimiz umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. Bu yerda sanuzel qismi. Uyimiz g'ishli dom bo'lganligi sababli sanuzelimiz birgalikda joylashgan bo'ladi. 5 qavatli bino, 1-qavatda joylashgan ushbu uyimiz ko'rib turganlaring oshxonamizni o'rnini balkonga ko'chirib, bu yerda esa o'tirib ovqatlanish uchun stol stullar qoldirib ketilgan. Balkonimiz 2 ga 6 balkon bo'ladi. Uyimiz g'ishli dom bo'lganligi sababli ko'rib turganlaringdek oshxonamizni balkonga ko'chirib, kerakli barcha jihozlar bilan jihozlangan. Ko'rib turganlaringdek 2 ga 6 balkonni yarmini bo'lib, bolalar xonasiga ajratgan. 2 xona 3 xona qilingan ushbu uyimiz ko'rib turganlaringdek. Orqa tomonda hovlilarimiz bor. Balkonimizning tagi esa podval to'laqonli foydalanish uchun 2 metrga 6 metr bo'lgan podval ham sizlarga topshiriladi. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 22-kvartal Uchtepa sutning ro'parasida katta yo'lda yuzida joylashgan maktab, bog'cha, barcha kerakli infratuzilmalar yonginasida joylashgan ushbu g'ishli domimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 61500 AQSh dollar narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, uyimizni naqd va ipoteka orqali xarid qilishingiz mumkin.